23%, yillik 23%. 2 yilgacha imtiyoz davr bilan aytaman, 7 yil muddatgacha beriladi. 7 yil muddatgacha o'zini-o'zi qoplashga keladi. Shahardan bog'chaman. Sizga bundan boshqa ham nimalarimiz bor. Agar aka olaman desangiz, mana mikro servis zonasini tashkil qilaman desangiz, mana bitta joyda, masalan, mahallani guzarida deylik, mahallani boshida, mahallani sentr deymizki, mahallani guzarida 30 ta, 40 ta magazinda odam masalan ishlaydigan qilib bitta servis qursangiz 24-7 5 milliard so'mgacha beramiz aka. Yillik 24%dan ishchi o'rniga qarab, ishchi o'rnini masalan ko'proq qilsangiz, ishchi o'rnini ko'proq qilsangiz 23% ga tushadi. Keyin 60 oy muddatga beramiz. Loyihani o'zini-o'zi qoplashga kelib chiqadi. Loyihani o'rganib chiqadi. Agar bu loyiha javob kelsangiz, sizga ham produktlarimiz to'g'risida tushuncha berib o'tamiz. Misol uchun men o'zim kalkulyator loyihalar kelishim kerak. Bog'chalarga ham kirib beramiz aka. Siz bog'chani bor deyapsiz-ku. 604-sonli prezident qarori, Vazirlar Mahkamasining prezidentining qarori bor endi. Hozir aynan esimda 604-son. O'sha bo'yicha 10 yil muddatgacha beramiz. Foizi 14% aka. Shuni olsam bo'ladimi? Buni shartlari bor, shartlarni sizga beramiz. O'sha perechingga siz hujjatlaringiz to'g'ri kelsa, kredit beramiz 10 yil. Mahalladan beryapti deydi, u qancha kredit dedi? Nimaga mahalladan? Mahalladan beryapti.